Bolalarga sutni faqat shisha butilkalarda berish kerak. Plastmassa butilkalardan foydalanish tavsiya etilmaydi. Plastmassa butilkalardan foydalanganda ham BPA free, ya'ni bisfenol A moddasini saqlamaydi degan yozuvi borlardan foydalanish tavsiya etiladi. Bisfenol A o'ta zaharli modda. Plastmassa butilkalarning eng tagiga qaraydigan bo'lsangiz, uchburchak ichida 1 dan 7 gacha son yoziladi. Bu mahsulotning xavfsizligini bildiradi. Eng xavfsiz sonlar 2, 4 va 5 sonlarga ega bo'lgan mahsulotlardir. Sonning tagida esa qisqartmalar, masalan PP, polipropilen yoki bo'lmasam PVC, polivinil xlorid yoki bo'lmasam boshqa qisqartmalar yozilishi mumkin. Bu qisqartmalar bolalar butilkasi qanaqa mahsulotdan ishlab chiqarilganligini bildiradi. Bundan tashqari bolalar butilkasida sertifikati bo'lishi shart. Agar butilkada sertifikat bo'lmasa, uchburchak ichida son bo'lmasa va qisqartma harflar bo'lmaydigan bo'lsa, bu iste'molchilar huquqlarining qo'pol buzilishi bo'lib hisoblanadi va javobgarlikka tortiladi. Ya'ni barcha bolalar butilkasida sertifikat bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, bu fabrikada ishlab chiqarilmagan va u iste'mol uchun juda ham zararli bo'lib hisoblanadi. Bisfenol A'si bor plastmassa butilkalar nisbatan arzon va tiniq bo'ladi. Zararsiz plastik mahsulotlardan foydalanilgan plastmassa butilkalar esa nisbatan xira va qimmat bo'ladi.